Xo'sh, sholg'om urug'imiz yerga to'kilib ketgan edi. Mana yangi to'shab ustiga sepib qo'ydik, quloq tashlab o'zgarib chiqdi. Endi bularni ko'chat qilib ekishni niyat qo'ydik. 18-fevral kuni ko'chaga joylashtirish niyatidamiz. Agarda ko'chati tutib hosil bersa yaxshi. Nobud bo'lishini oldini olib, har ehtimolga qarshi ko'chat qilib ekishni niyat qildik. Bu sholg'om urug'imiz olib qo'ygan edik, ekkandan ortiq bo'lganini. Qushlar paketini yirtib to'kib tashlagan, terib ololmadik. Har ehtimolga qarshi deb paket ustiga tuproq tashlab sepib qo'ydik. Mana salafani ustiga. Endi ko'karib chiqdi. Mana ko'chirib olyapmiz tuprog'i bilan joyiga o'rnatish maqsadida. Sholg'om ko'chatlarimiz bu dunyoda birinchi marta bo'layotgan narsa bo'lsa kerak. Sholg'omni ko'chat qilib ko'chirish. Mana ildizi shu holatda. Besh olti quloq bo'lgan. Kimdir sinab ko'rgan bo'lishi mumkin. Kimdir endi qilayotgan bo'lishi mumkin. Yoki kimdir endi qilmoqchidir. Lekin biz mana shuni bir tajriba sifatida ko'ryapmiz. Mana bir joyda tig'iz, bir joyda siyrak chiqqan. Muhimi biz urug'ni to'kib tashlamadik. Bundan foydasi tegadigan darajada foydalanishga qaror qildik. Shuning uchun paket ustiga sepib tashladik. Bu dekabr oyida sepilgan tuprog'i bilan. Bundan ham ko'p chiqqan edi. Bu issiqxonaning ichida bo'lganligi uchun ko'karib so'lib qolganlari ham bo'ldi. Yupqa klinkaning ustiga sepilgan tuproq yupqa bo'lgan. Tagi tez qurish natijasida suvsizlik bilan. Keyin bu yog'iga suv sepib qo'ydik yana. Qolganlari o'sib kelmoqda. Mana turish yerga ekmoqchimiz. Dalaga. Fevral oyining 18dan buyog'i issiq mana havo. Sholg'om o'zi sovuqqa chidamli ko'chat ekin. Endi ko'ramiz qay darajada chidamli. Buni sizlarga ham ulashyapmiz. Tajriba almashish maqsadida. Kimdir doimiy ravishda keyinchalik yaxshi bo'lib ketsa, shunday ko'chat qilib ekishni niyat qilib boshlar. Menimcha yaxshi bo'ladi degan umiddaman bu. Hozir dalaga ekish jarayonini ham
videoga qo'shib boraman. Hozir biz issiqxonadamiz. Besh santimetr barglari, 8 santimetr, 2 santimetr, 1 santimetr holatda har xili bor. Mana ko'chatlarimizni ham joyidan olib oldik. Borib ekishga tayyorladik mana. Sonadamiz. Hozir endi boramiz mana. Patnisga olib o'chiryapmiz. Mana tashqariga olib chiqdik. Ko'chatlarimizni. Mana shunday bagat olganmiz kuzda. 10 ga 13 oraliq masofada ekyapmiz. 10 ga masofada oraliq masofada chuqurligi 3, 4, 5 santimetrdan mana shu tarzda ekib ketamiz. Bu usuldan foydalanish qanday natijaga erishish mumkin foydalangan holatda. Buni keyingi videolarda joylab boramiz. Hozircha bizda barchasi yaxshi holatda ketmoqda. Kimdadir ma'lumotlar bo'lsa yoki takliflar bo'lsa yoki qarshi fikrlar bo'lsa izohlarda yozib qoldiring va savollaringizga javoblarni ham berib boramiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videoda like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolar turli narsalar haqida bo'lishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.